ProfMedMax klinikasi zamonaviy tibbiyotning markazida turuvchi yuqori texnologiyalar va professional yondashuvni uyg'unlashtirgan yirik sog'liqni saqlash kompleksi. Klinikamiz 2018-yilda Qarshi shahrida tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda 20 dan ortiq malakali shifokorlar va 15 dan ortiq yo'nalishlar bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Klinikamizda lor, urologiya, ginekologiya, nevropatologiya, neyroxirurgiya, kardiologiya, oftalmologiya, yuz jag' xirurgiyasi, travmatologiya, bolalar travmatologiyasi, umumiy xirurgiya kabi yo'nalishlarda kompleks xizmatlar ko'rsatiladi. Klinikaning eng katta ustunliklaridan biri bu yuqori malakali jarrohlar tomonidan amalga oshiriladigan murakkab xirurgik amaliyotlardir. Har bir operatsiya zamonaviy Germaniya va Janubiy Koreya ishlab chiqarishidagi tibbiy uskunalarda yuqori xavfsizlik va aniqlik darajasida o'tkaziladi. Klinikamiz shifokorlarining o'rtacha tajribasi 15 yil. Ularning ko'pchiligi xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega va har bir bemor uchun individual yondashuv asosida yordam beradi. Ko'p yillik tajriba, ilmiy yondashuv, ilg'or texnologiyalar va professional jamoa. Bularning barchasi ProfMedMax'ni O'zbekiston tibbiyotining ishonch ramziga aylantirgan. ProfMedMax professional meditsina markazi.